Bir oyda arablar o'rtacha necha pul topishadi? Kamidan boshlaymiz, Aha. 5000 dan tepa. Yo'q, Ha, 5000 riyoldan tepa. Bu 5000 dollarmi yoki riyol dedingiz? Riyol. Dollarda bo'lsa, 1,5 ming dollar atrofida bo'lyapti. ha, 1,5 ming tepasiga bo'ladi. Arablar topishi bir oyda ichkariga. O'rtacha necha pul topishadi? O'rtacha deyamiz, taxminan dollarga 4000 dollar. 4000 dollar. Qarang, mana oddiy misol, eng bu yerda ko'p bo'ladigan ish mehmonxonada receptionda o'tiradigan odam necha pul topadi bir oyda receptionda? Bir oyga 1500 dollar bo'ladi. Zo'r, 1500 dollar. zo'r narx menimcha. Demak, bemalol o'zbeklarimiz Saudiyaga kelib ishlasa agar shunaqa 1,5 ming dollar atrofida bir oyda pul topsa bo'ladi. Bo'ladi. Zo'r. Boshqa davlatlarga borgandan ko'ra Saudiyada mana Makka ga kelib 1,5 ming dollar pul ishlasangiz bo'lar ekan.